Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Quyosh tizimidagi eng sirli, eng g'aroyib, eng chiroyli, lekin eng xavfli sayyoralardan biri Venera bilan tanishamiz. Siz bu sayyorani osmondan ko'rgan bo'lishingiz mumkin. U tong oldidan yoki quyosh botganda yer osmonida eng yorqin yulduzday porlaydi. Shu sababli qadim zamonlarda odamlar uni tong yulduzi yoki kechki yulduz deb atashgan. Ammo bu go'zallik ortida juda qizigan, zaharli va ekstremal dunyo yashirin. Venera Quyoshdan ikkinchi o'rinda joylashgan sayyora. U Yerdan sal kichikroq, diametri 12104 kilometr, Yernikidan atigi 650 kilometr kichik. Shu sababli unga Yerning egizagi degan nom berilgan. Ammo bu o'xshashlik faqat o'lcham va massa jihatdan. Aslida Venera butunlay boshqa dunyo. U Quyosh atrofida 225 kun ichida bir marta aylanadi. Biroq eng qiziq tomoni shundaki, Venera o'z o'qi atrofida juda sekin aylanadi. 243 yer kuni davom etadi. Bu Quyosh atrofidagi harakatidan ham sekin. Ya'ni Venerada bir kun 1 yildan ham uzun. Yana bir ajablanarli holat. Venerada Quyosh g'arbdan chiqadi va sharqqa botadi. Chunki u boshqa tomonga aylanadi. Veneraning eng qo'rqinchli jihati uning sirtidagi harorat. O'rtacha harorat Selsiy shkalasi bo'yicha +470 daraja. Bu harorat hatto Merkuriydan ham balandroq. Garchi Venera Quyoshdan uzoqroqda bo'lsa ham. Nega? Sababi uning qalin atmosferasi. Veneraning atmosferasi 96% karbonat angidrid gazidan iborat bo'lib, kuchli issiqxona effektini hosil qiladi. Issiqlik chiqib keta olmaydi va ichkarida saqlanib qoladi. Yomg'ir yog'sa ham bu suv emas, balki oltingugurt kislotasi tomchilaridir. Bulutlar 60 kilometr balandlikda aylanib yuradi va doimiy chaqmoqlar bilan otilib turadi. Veneraning atmosferasi Yernikiga nisbatan 92 baravar zich. Ya'ni siz Venera yuzasida turganingizda suv ostida 900 metr chuqurlikda turgandek bosimni his qilasiz. Venerada tog'lar, vulqonlar va tekisliklar bor. Hatto sayyoradagi eng baland nuqta Maxwell tog'i 11 kilometr balandlikda joylashgan. Bu Everestdan ham balandroq. Venerada faol vulqonlar bo'lishi mumkinligi haqida olimlar taxmin qilishmoqda. NASA va Yevropa kosmik agentligi yuborgan radarlar Veneraning sirtida qadimgi lava oqimlari va vulqon kraterlarini aniqlagan. Venera yuzasi asosan bazalt jismlardan iborat. Bu Yerdagi vulqon lava oqimlariga o'xshaydi. Sayyoraning katta qismini qoplagan joylar tessera deb ataluvchi murakkab tuzilmali tog'li hududlar. Venera insoniyat tomonidan o'rganilgan ilk sayyoralardan biri. Sovet ittifoqining Venera apparatlari 1970-yillarda bu sayyoraga tushishga muvaffaq bo'lgan. Venera 7 apparati tarixda boshqa sayyoraga tushgan va Yerga signal yuborgan birinchi apparat hisoblanadi. Lekin ekstremal bosim va harorat sababli hech bir qurilma Venera yuzasida 2 soatdan ortiq yashay olmagan. NASA esa hozirda yangi tadqiqotlar rejasini tuzmoqda. Venera atmosferasiga maxsus zondlar yuborilib, issiqlik, bosim, kimyoviy tarkib o'rganiladi. Xullas, Venera bizga juda o'xshashdek tuyulgan bo'lsa-da, u aslida hayot uchun eng yaroqsiz joylardan biridir. U bizga quyidagilarni o'rgatadi. Atmosfera tarkibi va harorat hayot uchun eng muhim omillardan. Venerani o'rganish orqali biz nafaqat boshqa sayyoralarni, balki o'z sayyoramizni ham yaxshi tushunamiz. Aziz do'stlar, Veneraga sayohatimiz shu yerda tugaydi. Yana ko'plab sirli sayyoralar kutmoqda. Kelgusi safarimizda Yerga parvoz qilamiz. Shunday ekan, biz bilan qoling va Quyosh tizimi bo'ylab bilim sayohatini davom ettiring. Ko'rishguncha, xayr.